Agar sanada bo'lsang so'rashadi, "Voy kimsan?" Agar qarzda bo'lsang so'rashadi, "Qattasan?" Agar begona bo'lsang so'rashadi, "Qatlisan?" Agar pul topib qolsang so'rashadi, "Qalisan?" Bu zamonda dunyo qarash odamlarda sal xomroq, aldanganni tushuntirishdan aldab ketish osonroq. Sendagi ishongan jihating bo'lsa bir bo'ladi, yillik 12 oyi doimo qiyin bo'ladi. Ishlar yaxshi yurmasa demak ishlar bilan boshqa yurma. Agar shet usta qilsa ulushi gapini bo'lma. Aqllar ko'p, qay birisi to'g'ri tushunmaysan ham. Havo bulg'anmaguncha havoni sezmaysan ham. Chekinishga yo'ling bo'lsa qo'rqmaslik paydo bo'ladi. Insof degan tushuncha ham goh o'ladi, goh qoladi. Aldamoqchiman, kimdadir qolib ketmasin dil yara. Buqa qancha katta bo'lmasin, konservatsiya qada qara. Tashvishni o'ylab qilma, u seni o'ylamaydi. Bu dunyoni o'yin qilma, dunyo bugun o'ynamaydi. Kim hayotda yiqilmagan, demak ko'tarilmagan. Kimki ko'tarilmagan, demak u yiqilmagan. Ozga ko'rsatolmaysan, karakter aytib berolmaysan, ahmoqqa isbotlolmaysan, teptakka tushuntira olmaysan, qayerda kerakmassan. Agar xarob kiyinsang, chiroyli kiyimda ham bu yerda bir tiyinsan. Kimgadir yoqmasang tashvishlanma, muammo emas. Axir yaxshidir sohibi bo'lish hammaga hammas. Hayot shunaqa ekan, yo'q qarzi bor, yo'q qarzi yo'q. Mehnat darsi bor, lekin dam olishni darsi yo'q. Kim hayotda va'da berib va'dasini qila olmas. Bu hayotda asosan so'qorar bala bo'lmas. Baxtliman deganlarda balki aslida baxt yo'q. Bariga vaqt davo bo'lsa, nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Nega aptekada vaqt yo'q? Har bir hafta mashinada ikkitadan dvornik bor. Nega hech bir dvornikda bittadan mashina yo'q? Hayot ancha surbetroq, xohlasang tekshirib ko'r. 1% kefir olib zaryadkaga qo'yib ko'r. Fikr ham bir transport. Odam har xil bo'ladi. O'z fikri yo'q bo'lsa birovnikidan foydalanadi. Har eshikni ochadigan faqat ikkita so'z bizdan. Bitta so'zingizga va bitta so'zingizdan. Inson tabiat shu soxtalik ketidan quvvat. San qo'lingni yuv, mizon qo'llaring bir-birini yuvar. Onalar mehr berar, maktabda ta'lim berar. Qanchalik imkon qolmagan tarbiyani ko'chaverar. Aytishadi hammada vaqt bir-birinikidan farqli. Kimda tug'ilgan kuni ko'proq bo'lsa o'sha baxtli. Bu hayot nadomatli, har bir ish salomatli. Baland boylik bo'lsa ham qimmat salomatli. Ular oldan shahzodasini kutishlarini bilishmaydi. Keyin hayron bo'lib, nega shahzodalar ish qilishmaydi? Qancha inson ko'chada, tirikchilik ilinjida, lekin hamma ham aytmaydi yashashim qiyin juda. Kimlarni novla qilsa, kimlardir bardosh qilar. Hayotda inson ikki xil, faqat sen va boshqalar. Hech qachon aql bilan pul ishlatib bo'lmaydi. Yo'q puling bo'lmaydi, yo'q aqling bo'lmaydi. Tajribang yoshar, yashab o'tganing sari. Yaxshi qo'shni hech qachon uyda bo'lmaydigan qo'shni. Talpa bilan hatto sherni yiqitsa bo'lar, lekin mana boshqa joyda talpa faqat shakalda bo'lar. Aqlli bo'lish uchun kitob o'qishdir g'oya, mard bo'lib yashash uchun faqat xohish kifoya. Faqat xohish kifoya. Uchta so'z bu, ikkita so'z toparmiz bahonalar, vaziyat tushuntir. Yo'l-yo'lakay topilgan bahona faqat kuldirish. Taqdirdan qocholmas yoki odam yoki zivizda bormi taqdirdan qocholmagan. Hatto o'sha desibona taqdir bo'lma bo'sh daftar, unga o'zimiz yozamiz. Faqat siz qaytar dunyoni qalam bilan yozamiz. O'ylagan minimum ilk qatori bo'lishing kerak. Hamma kimnindir sevimli yori bo'lishing kerak. Bir o'quvchi hamma fandan dars bera olmasa-da, bir o'quvchi hamma fanni o'rgana olishi kerak. Bu hayot kimga kerak deb savol bersa yurak. Eslab qoling, bu hayot faqat baxti borga kerak. Qayg'u va alam bormi yuragimga bir esla. Radius 21 nagohida bir esla. Yuramiz bir esla, doim xotiramda deb. Qanida trend qilsam radius legenda deb. Hayotda bo'l Xo'ja Nasriddin yoki Aldar Ko'sa. Nima qilasan qora rang dog' deb yozilgan bo'lsa. deb yozilgan bo'lsa, deb yozilgan bo'lsa, kanatda Hindiston bayrog'ini tashamadimi? Shunchaki bayroqni tashiydigan kontent qilma.